G'albining maxfiy formulasi. Moro mujohidlari va Uyg'urlarning ozodligi uchun yangi mash'allar. 4-qism. Abdori Mirkamil Kashg'ari. 4-bob. Jangal yo'lboshchilarining g'azibi va Tropolidagi diplomatik qopqon. Moro Milliy Ozodlik Frontining tug'ilishi jangalliqlarning asrlardan beri davomlashib kelayotgan sukutini buzib tashlagan bir guldirmomiga aylandi. Bu hamda tarqoq qabilalarning g'azabidan tug'ilgan plansiz isyonlar emas, balki bir butun millatning ozodlik irodasini po'latdek bir intizom ostiga yiqqan, har bir qadami inchki strategiya bilan hisoblangan zamonaviy bir inqilobiy urushning boshlanganligidan bishorat edi. Nur Misuarining kallasidagi uchqun jangaldagi yoshlarning yuragidagi yolqin bilan birlashganda Moro zemini Filipin hukumati uchun bir do'zaxga aylanishga boshladi. 1972-yili Filipinning yangi piravini Ferdinand Marcos butun mamlakatda harbiy holat e'lon qilganda, u buni Moro mujohidlarini bir hafta ichida yo'qotishning eng yaxshi fursati deb qaragan edi. Uning zamonaviy aeroplanlari, tankilari va 10 minglagan askarlari bor edi. Ammo u bir narsani unutib qolgan edi. Jangalning o'zi mujohidlarning eng sodiq, eng xatarlik ittifoqchisi edi. Har bir daraxt ular uchun bir mudofaa qurg'ini, har bir yo'l ular uchun bir qopqon, har bir tog' cho'qqisi bir kuzatish munori edi. Moro Milliy Ozodlik Frontining jangchilari kechida paydo bo'lib, dushmanning harbiy lagerlariga chaqmoqdek zarba berib, tong etishdan burun yana jangalning qo'yniga singib ketadi. Ular dushmanning qurol-yarog' liniyalarini kesib tashlaydi. Hukumat amaldorlarini jazolaydi. Xalqni safarbar qilib, o'zlarining ozod rayonini qurishga boshladi. 1970-yillarning o'ttirlariga kelganda frontning ta'sir doirasi shu darajaga kengaygan ediki, Mindanao va Suluning nurg'un joylarida kunduzi Filipin bayrog'i, kechasi bo'lsa Moro Milliy Ozodlik Frontining ay yulduzliq qilich miltiqliq bayrog'i lapildaydigan bo'ldi. Filipin armiyasi cho'ng shaharlar va harbiy bazalarga qapsilib qelib, jangalga kirishga jur'at qilolmaydi. Bu faqatla bir harbiy kurash emas edi. Nur Misuari o'zining diplomatik talantini ishga selib, bu kurashni xalqaro sahnaga elib chiqdi. Uning ovozi Islom hamkorlik tashkilotining yig'in zallarida yangradi. U musulmon davlatlarning rahbarlariga xitob qilib, "Ey musulmon qarindoshlar, Mindanao sizlarning bir parchanglar. Sizlarning qarindishinglar zulm ostida ezilyapti. Biz sizlardan sadiq so'ramaymiz. Biz ummatning bizga yuklangan burchini ado qilishinglarni talab qilamiz", dedi. Bu chaqiriqqa tunji bo'lib ovoz qo'shganlarning biri Liviya rahbari Muammar Qazzafi bo'ldi. Uning uchun Morolarni qo'llash bir tarafdan o'zining islom dunyosidagi ta'sirini kengaytirish vositasi bo'lsa, yana bir tarafdan Amerikaning ittifoqchisi bo'lgan Filipin hukumatini ojizlashtirishning bir strategiyasi edi. Sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar, Qazzafining siyosiy va moddiy yordami Moro Milliy Ozodlik Frontiga yangi bir jon tomiri bo'ldi. Qurol-yarog'lar, mablag'lar va xalqaro qo'llashlar kelishga boshladi. Jangaldagi harbiy g'alabalar va xalqarodagi diplomatik besimlar ostida Ferdinand Marcosning Hakavur hukumati oxiri tiz bukishga majbur bo'ldi. Ular Moro Milliy Ozodlik Frontini suhbat ustiliga taklif qildi. Bu front uchun g'oyat zo'r bir g'alaba edi. Chunki bu Filipin hukumatining ularni bir to'p terrorchi emas, balki bir butun xalqqa vakillik qiladigan qonunliq siyosiy kuch deb e'tirof qilganligidan ishorat edi. 1976-yili Liviyaning poytaxti Tropolida Islom hamkorlik tashkilotining vositchiligi bilan tarixiy suhbat boshlandi.
Bir tarafda Nur Misuari boshchiligidagi mujohidlarning vakillari, yana bir tarafda Markos hukumatining elchilari o'ltiratdi. Necha hafta davomlashgan keskin talash-tortishlardan keyin oxiri Teropoli kelishimi imzolandi. Bu kelishim qog'oz yuzida Morolar uchun g'oyat zo'r bir muvaffaqiyatdek ko'rinadi. Filippin hukumati Moro zaminidagi 13 o'lkada avtonomiya qurishga, ularning o'z shariat sotlarini, ma'rif sistemasini va bexatarlik qismlarini qurishiga ruxsat qilishga va'da berdi. Bu xabar butun Moro zaminiga tarqalganda nurg'un kishilar xushalligidan ko'z yoshlarini to'kib, urushning oxirlashganligiga, tinchlikning kelganligiga ishongan edi. Ammo suhbat ustilining orqasidagi yoshurun qopqonni hamma odam ko'rolmagan edi. Moro Milliy Ozodlik frontining asli nishoni mustaqil Bangsa Moro davlat qurish edi. Ammo xalqaroliq besim va tinchlikqa bo'lgan tashnoliq ichida ular bu oliy g'oyadan voz kechib, dushman bergan avtonomiyaga rozi bo'lgan edi. Bu Polatdek iroda bilan boshlangan bir inqilobning bir parcha qog'ozdagi aldamchi va'dalarga almashtirilishi edi. Markos hukumatining qalbida hargizmi tinchlik niyati yo'q edi. Ular uchun bu kelishim faqatla vaqt o'tishining, dunyo jamoatchiligini aldashning va eng muhimi Moro mujohidlarining ichida ixtilof paydo qilib, ularni parchalashning bir hiylasi edi. Ular shuni biladiki, avtonomiya degan so'zning o'zi bir qism rahbarlarni amal mansab uchun kurashga selib, inqilobning asli ruhini o'ltiradigan eng kuchli zahar edi. Kelishim imzolanib uzun o'tmay, Filippin hukumati o'zining haqiqiy chiroyini oshkorladi. Ular kelishimning ruhiga xiloflik qilib, har xil bahonalar bilan uni amaldan qoldirishga, avtonomiyaning ichini puchaklashtirishga boshladi. Bu xiyonat Moro Milliy Ozodlik frontining ichida chunqur bir bo'linishni keltirib chiqardi. Bir qismlar Nur Misuarining suhbat yo'lini qo'llasa, yana bir qism texmi yosh, texmi radikal, islomiy ideologiya bilan chunqur qurollangan rahbarlar buni bir sotqinlik deb qaradi. Ularning nazarida dushman bilan suhbatlashish yo'lbos bilan terisi uchun sodilish bilan o'xshash edi. Ular to'liq mustaqillikdan boshqa har qanday narsani rad qiladi. Jangaldagi bu yangi, g'azabga to'lgan ovozlarning ichida keyincha butun kurash tarixini o'zgartiradigan bir ism o'ttirg'i chiqdi. Salomat Hashim. Davomiga qiziqsangiz, diqqatingiz keyingi qismda bo'lsin. Qissadan Uyg'urlarga hissa. Hamda 4-qismdan ruhimizga yiqilgan 6 mash'alga qarab o'tayli. 19-mash'al. Dunyo sening yoshlik ko'zingga emas, po'lat irodangga hurmat qiladi. Moro Milliy Ozodlik fronti xalqaroning diqqatini qandoq qo'zg'adi? Yig'lab turib qilgan murojaatlar bilan emas, balki jangalda Filippin armiyasini titratgan harbiy g'albalari bilan. Xalqaro siyosat bir rahim shafqat organi emas. U bir kuch sinash maydonidir. Bu maydonda ojizlarning ohuzari faqat ekologiyalik tangponlikqa hech qanday ta'sir ko'rsatmaydigan bir shamolga o'xshaydi. Biz dunyoga o'zimizning fojiamizni qanchalik anglatmayli. Agar dushmanga haqiqiy badal to'latgudak bir kuchini namoyon qilmasak, bizning hikoyamiz ular uchun faqat gazetdagi bir xabar, televizordagi bir ko'rinish bo'lib qoladi. Dunyo sening haq ekanliging uchun emas, sening kuchli ekanliging uchunla seni anglashga majbur bo'ladi. 20-mash'al. Sening jangalliqing qayerda? O'z afzalligingni tonib yet. Morolar uchun jangal dushmanning zamonaviy qurollarini ishlamas qiladigan tabiiy bir qurg'on edi. Ular o'zlarining jug'rafiyalik afzalligini eng yuqori chekda ishlatdi. Biz muhojiratdagi Uyg'urlarchu. Bizning jangalligimiz qayerda?
Bizning jangalligimiz düşmanning axborot kontrolligini yerib o'talaydigan texnika sahnasi, uning yolg'onlarini pash qiladigan xalqaro qonun sahnasi, uning iqtisodiy manfaatlariga zarba beralaydigan yer shariviy ta'minlash zanjiri va eng muhimi butun dunyoga tarqalgan har bir davlatda düşmanning yuziga shapaloq uralaydigan tashkillangan diasporamizdir. Biz bu zamonaviy jangalning qonuniyatlarini o'rganib, uni o'zimizning urush maydoniga aylantira olishimiz kerak. 21-mash'al. Ummatning qo'llashi osmondan tushmaydi. Uni qo'lga keltirish kerak. Nur Misvari uyda o'ltirib, musulmon davlatlarining yordam qilishini kutmadi. U aktiv holda ularning ishkini qoqdi, ularni qoyil qildi. Ularning manfaatlari bilan o'z ko'rishining manfaatini bog'ladi. Islom dunyosining Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa sukut qilishining sababi faqat ularning xoinligidanla emas, balki bizning ularga o'zimizni to'g'ri tonutish va ularni safarbar qilish strategiyamizning ojizligidan bo'layotidi. Biz ularning tilida so'zlab, ularning siyosiy logikasini tushunib, ularga shuni isbotlashimiz kerakki, Sharqiy Turkistonning ozodligi faqat Uyg'urlarning ishi emas, balki butun islom dunyosining siyosiy, iqtisodiy va strategiyalik manfaati, shundaqla imoniy burchidir. 22-mash'al. Suhbat ustuli eng qonliq jang maydonidir. Dushman seni harbiy jihatdan yengilmaganda siyosiy suhbat ustuliga taklif qiladi. Bu uning samimiyatining emas, ojizligining va hiylagarligining ifodasidir. Suhbat ustulida dushmanning quroli miltiq emas, balki tinchlik, murassa, avtonomiya deganga o'xshash tatliq so'zlardir. Bu so'zlar sening po'latdek irodangni dodlashtirish, g'oyangni suyuldirish va sabdoshlaringni parchalash uchun loyihalangan. Dushman bilan suhbatga o'ltirishdan burun shuni aniq bilish kerak. Sen o'z mustaqilligingni tilayotgan bir tilamchi emas, balki uni o'z kuching bilan qaytarib elishga kelgan bir jangchisan. 23-mash'al. Mustaqillikdan avtonomiyaga chekinish qalbidan mag'lubiyatga tutishadigan tunji qadam. Kurashning eng oliy nishoni bo'lgan mustaqillik bayrog'ini tushirib, uning o'rniga dushman beradigan haqiqiy avtonomiya degan sarabni ko'tarish o'z qo'ling bilan o'z inqilobingning ruhini bulg'ash bilan barobardir. Chunki mustaqillik bir millatning butun irodasini birlashtiradigan muqaddas bir chaqiriq. Avtonomiya bo'lsa, kimning qanchalik amalga erishishi, qaysi guruhining qanchalik manfaatlanishi deganga o'xshash ushshaq-tushshak talash-tortishlarni keltirib chiqaradigan, birlikni parchalaydigan bir qopqondir. Bir qitim nishonni tuvallatdingmi, qaytadan yuqori ko'tarish uchun yana bir avlodning qini bilan badal to'lashga to'g'ri keladi. 24-mash'al. Tashqi yordam kuchlantirgich dora, ammo hayotlikning manbasi emas. Qazzofining yordami Mo'rolar uchun muhim bo'ldi. Ammo ularning ko'rishi Qazzofiga tayinib qolmagan edi. Tashqi yordam xuddi bir kuchlantirgich doriga o'xshaydi. U sening o'zingdagi kuchni vaqtliq oshirib beralaydi. Ammo sening o'zingda kuch bo'lmasa, u hech qanday rol o'ynay olmaydi. Tashqi yordam beruvchilarning hamisha o'zlarining manfaatlari va hisob kitoblari bo'ladi. Ular bugun yordam qilsa, at seni tashlab o'tishi mumkin. Shunga haqiqiy kurashchan millat o'z taqdirini boshqalarning qo'liga tutqizib qo'ymaydi. U tashqi yordamni bir taktik sifatida ishlatadi. Ammo o'zining eng oxirgi, eng ishonchlik tayanchining faqatla o'z biliki, imoniy kuchi va Allohning nusrati ekanligini hargiz unutmaydi. Endi bu 6 mash'alning yo'riqida o'zimizga qo'yishga tegishlik 6 savolga qarab o'taylik. Birinchi savol. Biz xalqaro jamiyatga o'zimizni faqatla zulmga uchrayotgan, yordamga muhtoj ojizlar, qurbonlar deb tonutish bilan kifoyalanib.
yoki dushmanning strategik manfaatlariga haqiqiy tahdid elib kela oladigan, dunyoni biz bilan muzokiralashga majburlay oladigan haqiqiy kuchni qandoq shakllantirish ustida strategik o'ylanayapmizmi? Ikkinchi savol. Biz o'zimizning zamonaviy jangolligi bo'lgan texnika, xalqaro qonun, iqtisodiy va yer shariviy diaspora qatorliq sohalarda dushmanga qarshi unumli partizanlik urush qilish uchun yetarli tayyorlikqa, bilimga va tashkiliy qurilmaga ega bo'la oladikmi? Yoki hali ham tarqoq, plansiz holda harakat qilyapamdik? Uchinchi savol. Biz islom dunyosidan faqat nemishqa sukut qilisizlar deb og'rinish bilan ko'paylanayapamdik? Yoki mo'rolarga o'xshash ularning siyosiy, iqtisodiy va strategik manfaatlarini chuqur analiz qilib, Sharqiy Turkiston masalasini ularning kun tartibiga kirgizadigan amaliy sistemalik va kasbiy diplomatik harakatlarni qanot yaydiryapamdik? To'rtinchi savol. Agar bir kuni Xitoy bizni suhbatga taklif qilsa, biz buning dushmanning bizni yo'qotish uchun qurgan yangi bir qopqini ekanligini tunib yeta oladigan siyosiy sagaklikka va oliy g'oyamizni ching tura oladigan tiz bukmas irodaga egami? Yoki tinchlik degan so'zning jalb qilish kuchiga maftun bo'lib, xalqaro vaziyatning besimini bahona qilib, o'zimiz aldashga tayyor turamdik? 5-savol. Bizning diasporadagi ba'zi so'z harakatlarimiz G'arbning olqishiga erishish uchun o'zimizmi bilmagan holda mustaqillik degan eng oxirgi nishonimizni xiralashtirib, uning o'rniga qo'shtirnoq ichida madaniyatni qo'g'dash yoki kishilik huquqni yaxshilash deganga o'xshash texmi yumshoq nishonlarga chekinib ketish xavfini tug'diryapamdik qandoq? 6-savol. Bizning harakatimiz ba'zi tashqi kuchlarning yordam va'dalariga haddidan ziyoda tayinib qilib, o'zimizning ichki kuchimizni yetildirishni, o'zaro birligimizni mustahkamlashni va eng muhimi Allohga bo'lgan iymon va tavakkulchiligimizni ojizlashtirib qo'yyotamdi qandoq? Bir kuni bu tashqi yordamlar to'xtab qolsa, biz o'z putimizda tura oladigan haqiqiy qurilmani barpo qila oladikmi yo'q?